Sun'iy intellektda aytilgan ashulalar YouTube'da shunaqa trendga chiqyapti. U ashulani joylagan odam maza qilib soqani qilyapti. Men o'ylardim, sun'iy intellektda ashula qilish uchun bir kompyuterda o'tirib olib, bir balo joylarga kirib chiqish kerak deb o'ylardim. Yo'q, Telegramda Songix degan bot bor ekan. Birinchisi bepul ekan hatto ashula yaratish. Xolasangiz she'rini o'zingiz yozib berasiz. Xolasangiz sun'iy intellekt o'zi yozib beradi. Janrini tanlaysiz, hip hop, rock, jaz qilib. O'rtoqlar, xullas ashulani o'zi yaratib berar ekan. 99,000 to'lov o'qiganingizdan keyin 15 ta qo'shiq yaratishingiz mumkin bo'lar ekan. Bilasizmi, bitta qo'shiqni yaxshi chiqib qolsa, YouTube'da yaxshi ketib qolsa, bilasizmi, necha minglab dollar ishlashi mumkin bu. 99,000 ga 15 ta yozib beradigan bot orqali. Men bilishimcha, bu Telegram botni yaratgan odam shu farg'onalik aka ekan. Men bilmoqchiman, bugun o'sha akani topib, aka, o'zimni ovozimda yaratib beriladimi? Ya'ni ashula aytmasdan ashulachi bo'lib ketsam bo'ladimi deb bugun men so'ramoqchiman. O'sha odamni qidirib ketyapmiz o'rtoqlar.